Assalomu alaykum Uztexno kanali kuzatuvchilari. 21-asrda texnologiyalar shu qadar rivojlandiki, hatto kelajakda qanday qurilmalar ixtiro qilinarkin degan fikrga borib qolamiz. Demak, Uztexno kanali muxlislari, bugungi videomizda sizlarga kelajak uchun ixtiro qilingan 10 ta konsept transportlar haqida aytib beramiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Toyota FV2 futuristik bir o'rindiqli konsept birinchi marta Yaponiyaning mashhur kompaniyasi tomonidan 2014-yilda Jeneva avtosalonida namoyish etilgan. Ushbu transportning boshqalardan ajralib turadigan xususiyati shundaki, motoristlar tomonidan boshqariladigan detallarning yo'qligi. Boshqacha qilib aytganda, Toyota FV2da rul va pedallar o'rniga konvektor haydovchining tanasini oldinga yoki o'ng va chapga siljitish orqali boshqariladi. Shuningdek, bu konseptda sun'iy intellekt ham mavjud. Hatto u sizni ovozingizdan ham tanib oladi. Bundan tashqari mashina sayohat yo'nalishlarini eslab qoladi va tegishli yo'nalishni taklif qiladi. Shuningdek, haydovchilarni transportni boshqarishiga yordam berish uchun haydovchilik ko'nikmalarini tahlil qiladi. ASAP Dizayn kollejining 3 nafar talabasi tomonidan kompyuter grafikasi yordamida ixtiro qilingan gibrid mashina. Bu havoga ko'tarilish uchun vertolyot yoki kichik samolyotdir. Vertolyot juda oddiy bo'lib, 3 tomonli avtomagistral korpus ichida avtomatik ravishda yig'iladi. Bu kichik vertolyotning tezligi 350 km/soatgacha yeta oladi. Volkswagen Cedric. Bu mashina maxsus kalit uzuklaridagi tugmachani bosish orqali chaqirilishi mumkin bo'lgan boshqaruvchisiz taksi. Mashina mijozga yetib boradi va mijozni avtomatik ravishda manziliga yetkazib qo'yadi. Salonga 4 tagacha odam sig'ishi mumkin. Siz bu mashinada ovoz orqali yo'nalishni belgilash imkoniga ega bo'lasiz. Volkswagen Cedric mashina ostiga joylashtirilgan 130 ot kuchiga ega elektr motor bilan jihozlangan. Smart Vision AQ Case korporativ strategiyasini tashkil etadigan barcha mutaxassislik sohalari birlashtirilib, shaharda foydalanuvchilarga yolg'iz harakatlanish imkoniyatini beradigan mashina ixtiro qilishdi. AQ aqlli ko'rish qobiliyati mobil moslama yordamida chaqiriladi. Shunday qilib, 1+1 almashish funksiyasidan foydalanish orqali boshqa foydalanuvchilar bilan aloqa o'rnatishga imkon beradi. Aqlli AQ to'liq shahar elektr avtomobili sifatida yaratilgan. U 30 kWh quvvatiga ega qayta zaryadlanuvchi batareya bilan ta'minlangan. Optimallashtirilgan hujayra texnologiyasi tufayli 250 km masofani bir quvvatlanishda bosib o'ta oladi. Renault Float. Ushbu konsepsiya Renault avtokompaniyasining tanlovida g'olib bo'lgan xitoylik talaba tomonidan ishlab chiqilgan. Siz mobil ilova yordamida g'ayrioddiy mashinaga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Baquvvat shisha foydalanuvchining iltimosiga ko'ra sayohatning unutilmas bo'lishini ta'minlash uchun shaffoflikni o'zgartirish imkoniyatiga ega. Airbus Flying Car. Airbus kompaniyasi aerotaksi konsepsiyasini namoyish etdi. Taksida modulli konstruksiyalar mavjud bo'lib, ular havoda oddiy avtoulov singari harakatlanishga imkon beradi. Foydalanuvchi harakat paytida aerotaksining harakatlariga munosabat bildirishi mumkin.
Bu transportning uzunligi 2,6 metr. Airbus taksisining maksimal tezligi 240 km/soat. Mini Vision Next Use. BMW va Rolls konsepsiyalari singari Mini Vision Next Use avtonom avtoulovlar keyingi bir necha 10 yilliklarda odatiy holga aylanadi degan taxmin atrofida qurilgan. Mini interyer uchun g'ayrioddiy materiallar, shu jumladan qayta ishlangan alyuminiy va plastmassani, shuningdek mis va bazaltni ishlatdi. Bu materiallar barqarorligi va mustahkamligi sababli tanlangan. Mini kompaniyasining ta'kidlashicha, u atrof muhitga zararsiz materiallarni tanlab oldi. Vision Next Use, shuningdek, foydalanuvchilarning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlar orqali fikr almashish va tadbirlarni rejalashtirish imkoniyatiga ega. ZB Continental texnologik guruhi bir yoki ikki yo'lovchiga mo'ljallangan shahar avtonom elektr transport vositasini taqdim etdi. Ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, mashina smartfon orqali chaqiriladi. Har kuni 150 km dan ortiq masofaga harakatlanishi mumkin. Mashinaning maksimal tezligi 60 km/soat. Aeromobil 3. Barchamiz albatta samolyotga aylana oladigan mashinaga ega bo'lishni istaymiz. Aeromobil kompaniyasi aynan shunday mashinani bizga namoyish etdi. Prototip avtomobildan samolyotga aylantirilishi mumkin bo'lgan transport vositasi sifatida yaratilgan. Avtomobil Protex 912 4 silindrli suyuq va havo bilan sovitiladigan dvigatel bilan ishlaydi. Aeromobil havoda 200 km/soat tezlikda harakatlana oladi. Yeringo. Muhammad Gezel ismli dizayner 3 g'ildirakli Yeringo avtomobilini yaratdi. Avtomobil elektr tarmog'ida ishlaydi. Giroskop haydash paytida avtomobilning muvozanatini saqlab turadi. Yon g'ildirak sizga burchaklarda manevr qilish imkonini beradi. Bunday konseptlar kelajakda ishlab chiqariladimi yoki yo'qmi, biz buni bilmaymiz. Balki kelajakda bundanda yaxshi transport vositalari ixtiro qilinar. Buni biz faqat bir necha 10 yillardan so'ng bilishimiz mumkin. Demak, qadrli do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, har doimgidek like bosing. Video haqida fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, shunda siz bizning navbatdagi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Uztexno kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.